Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan Sunny Natural Cosmetic'da yangilik qilib yuvinish uchun ajoyib xushbo'y gel tayyorlashni o'rganamiz. Ya'ni yangi mahsulot, diqqat bilan kuzatib boring. Buning uchun bizga tayyor osnova kerak bo'ladi. Buni yarmini sog'ib olamiz. Ya'ni gel yuvinish uchun gel, shampun tayyorlash uchun ishlatiladigan osnova. Endi bunga ozgina vitaminlaridan qo'shamiz. Bu juda ham badanga juda ham yoqimli hidga ega bo'lgan, juda ham ajoyib yuvinish uchun gel. Vitaminlarni qo'shib oldik. Endi bunga oz-ozdan albatta distirlangan suv qo'yamiz. Va buni sekin-sekin aralashtirib boramiz. Bu hammasi bir-biriga vitaminlari, osnova hammasi bir-biriga yaxshilab yedirilib ketishi kerak. Aralashtirgan sarimiz bu sekin-asta qo'yilishda boshlaydi. Agar osnovamiz ozroq, suvimiz ko'proq bo'lib qolsa, yana osnovamizdan bemalol qo'shsak bo'ladi. Mana qo'yilishda boshladi. Tayyor bo'lishni boshladi. Mana. Endi bunga xohishga qarab hid bersak, rang bersak ham bo'ladi. Mana bu ozgina quyuqroq bo'lib qoldi. Endi bunga ozgina suv quyib yana ham suyultirsak bo'ladi. Mana endi bunga xohishga qarab turib, xohlagan hidimizdan bersak bo'ladi. Latos yoki o'zingizga yoqqan hiddan bersangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz ozgina rang bersangiz ham bo'ladi. Endi oq bo'lgani yaxshi-yu. Agar xohlasangiz ozgina rang bersangiz ham bo'ladi. Xohishga qarab. Ozgina rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz juda ham ajoyib yuvinish geli tayyor. Mana azizlar, yuvinish uchun gelimiz tayyor bo'ldi. Bu osnovalardan alohida vitaminlar bor. O'sha vitaminlarni qo'shib, soch uchun keratili shampun tayyorlasa ham bo'ladi. Ozgina olib ko'rsatmoqchiman mana. Bu yuvinish uchun juda ham ajoyib gel. Juda ham yaxshi ko'piradi. Mana hozir men sizlarga buni bir chekkaga olib qo'yib ko'rsatishim mumkin. Mana ozgina suvdan olamiz va gelimizdan olamiz. Mana ozgina suvdan olib ko'pirtirsangiz juda ham ajoyib yuvinish uchun gelimiz tayyor.